Ko'zimda porlagan ilk uch kun o'zing, ko'nglimni ko'klarga chorlagan orzu, boshimni silagan, baxtim tilagan, men senda tug'ildim, mening baxtim shu. Har dam duoyimni qilgan zabonim, o'zbegim, o'zligim, O'zbekistonim. Bosh eksam sen uchun ekim bir umr. Ishonchim sharaf deb ko'ksimga ilgum, shu mushtdek yuragim har zarbasida senga tirikligim his etib turgum. Tomirimda oqqan hayotim, qonim, o'zbegim, o'zligim, O'zbekistonim. Assalomu alaykum aziz do'stlar, yagonasan muqaddas vatan ko'rik tanlovining ishtirokchilari va muxlislari. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tasarrufidagi oliy ta'lim muassasalari o'tkazayotgan ushbu ko'rik tanlovining 3-bosqichiga xush kelibsiz. Qadrli yoshlar, siz bilan bugun yagonasan muqaddas vatan respublika ko'rik tanlovining 3-bosqich, ya'ni final bosqichida guvohi bo'lamiz. Ushbu kechamizda o'z qo'shiqlari bilan iste'dodlarini namoyish etishga tayyorgarlik ko'rayotgan ijodkor talaba yoshlarimizga omad tilaymiz. Vatan madhining kuylar katta-yu kichik, yuraklarda jo'sh urar zo'r xursandchilik, yurtimizni tark etmasin bayramonalik, bunday yurtga yarashar go'zal qo'shiqlar. O'zbekiston ona yurt donglar o'lkasi, tarix tasnifingning yo'q nihoyasi, senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq, bu o'zbek tilining o'z madhiyasi. Aziz yoshlar, muhtaram aziz ustozlar, aziz san'at ixlosmandlari, san'at shaydolari. Barchamizga ma'lumki, muhtaram prezidentimiz tomonidan 2009-yil aprel oyida hammamiz hozir 3-bosqichini o'tkazish arafasida turgan ushbu tanlovga oq fotiha berib chekilgan qarorning imzo chekilgan qarorning amaliy ifodasi sifatida bu yerga jam bo'lib turibmiz. Muhtaram prezidentimiz tomonidan ushbu g'oyani qo'llab-quvvatlab bevosita yoshlar o'rtasida mazkur tanlovni tashkil etishdan asosiy maqsad yoshlarimizda vatanga bo'lgan muhabbat, vatanparvarlik ruhini yanada kuchaytirish, mana shu vatan, mana shu yagona muqaddas vatan barchamiz ekanligini mana shu san'at orqali, qo'shiq orqali barcha yoshlarimizni, barcha vatandoshlarimizni, barcha O'zbekiston fuqarolarini qalbiga kirib borish uchun yana bir omil sifatida qaralgan. O'ylaymizki, mana shu o'tgan muddat davomida bir necha marotaba ushbu tanlov g'oliblari respublika miqyosida va sohalar, tarmoqlar miqyosida aniqlanib kelinmoqda. Ushbu g'oliblar va mana shu tanlovda ishtirok etgan yoshlar keyinchalik o'zlarining san'atlari bilan joylarda aholining barcha qatlamlari o'rtasida, uyushmagan yoshlar o'rtasida, boringki jamiyatimizni, mamlakatimizni barcha jabhalarida o'zlarini ko'rsatib, san'atlari bilan yana bir bora vatanga muhabbat, vatanga sadoqat ruhini uyg'otib kelishmoqda. Biz o'z tizimimiz haqida gapiradigan bo'lsak,
oliy ta'lim muassasalari o'rtasida bu yilgi o'tkazilgan tanlovni bir necha bosqichlari haqida fikr aytmoqchi edim. Birinchi bosqich darhaqiqat juda ham keng qamrovda o'tkazildi. 370 ta jamoa ishtirok etdi. Ushbu jamoalarda faol qatnashgan 22 mingdan ortiq yoshlar o'zlarining san'atlarini namoyon etdilar. Keyingi bosqichda esa bu respublikamizda 11 ta hududda 11 ta joyda o'tkazildi va bu yerda 50 ta jamoa ishtirok etdi keyingi bosqichda va bu yerda 4000 ga yaqin demak mana shu o'zlarining san'atlarini namoyish etishga harakat qilgan yoshlar ishtirok etdilar. Bugungi bosqichda esa mana yuqorida aytgan 370 ta jamoaning ichidan saralab olingan 11 ta jamoa ishtirok etmoqda. Demakki, e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, ushbu tanlovning nufuzi ham, sifati ham juda yuqori tarzda. Mana shu yuqori bizning tizimimiz bo'yicha yuqori bosqichni o'tkazish bugunga belgilangan. Bunga barcha mutasaddilar, vazirimiz boshchiligida, mana vazirlik rahbariyati va joylardagi oliy ta'lim muassasalarining barcha rahbarlari juda katta e'tibor va diqqat bilan qarab turishibdi va tashkiliy masalalarda ham juda ham yuqori saviyada tashkil etildi. Endi shu tanlovni baholash uchun vazirimiz tomonidan, rahbariyat tomonidan alohida mana hakamlar hay'ati tarkibi tuzilgan. O'ylaymizki, har yilgidek ushbu hakamlar hay'ati o'zlarini odilona baholari bilan tizim bo'yicha mana shu tizimni keyingi bosqichda himoya qilib, sha'nini himoya qilib va eng oxirgi idoralararo yuqori bosqichda mana shu oliy ta'lim tizimini bevosita himoya qila oladigan va demak o'zlarining san'atlari bilan respublika miqyosida ham yuqori o'ringa ega bo'ladigan jamoani tanlab beradilar degan umiddamiz. O'ylaymizki, tanlov haqiqatan ham odilona o'tadi. Bu yerdagi hozir namoyish etiladigan barcha chiqishlar, qo'shiqlar, raqslar, o'sha demak san'at namunalarini barchamiz diqqat va qiziqish bilan eshitamiz, ko'ramiz, shohid bo'lamiz, zavqlanamiz va albatta ularni olqishlar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz degan umiddamiz. Barcha jamoalarga ruxsatlaring bilan shaxsan vazirimiz va vazirlik rahbariyati nomidan omad tilaymiz. Hakamlar hay'atiga esa kuch-quvvat tilaymiz. Rahmat. Ijozatingiz bilan hakamlar hay'ati raislari bilan sizlarni tanishtirib o'tsak. O'zbekiston Bastakorlar uyushmasi raisi o'rinbosari, hay'at raisi Habibullo Rahimov. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, yozuvchilar uyushmasi a'zosi, hay'at a'zosi Umida Abduazimova. O'zbekiston Davlat konservatoriyasi dotsenti, hay'at a'zosi Malika Ziyayeva. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilmurod Uzoqov. Raqs va xoreografiya oliy maktabi kafedrasi mudiri, hay'at a'zosi O'g'loy Muhammedova. O'zbekiston xalq artisti Avaz Rajabov. Milliy rassomchilik va dizayn instituti prorektori, hay'at a'zosi Dilfuza Rahmatullayeva. Ma'naviyat va ma'rifat markazi uslubchisi, hakamlar hay'ati kotibi Baxtiyor Egamberdiyev. Bahringda Temurbek izlari qolgan, Ulug'bek bobomning so'zlari qolgan. Go'zalim, shirinim, asal qandimsan, dunyoda tengi yo'q Andijonimsan. Sahnaga ijodiy bellashuvlarni Andijon viloyati vakillari boshlab beradi. Marhamat, qaziqlaringiz ostida davlatga chorlaymiz.
Yaratganning nigohi tushgan yurtlar aro, shaharlar aro. Yagonasan ilohiy shahar, yashayotgan sharif Buxoro. Sahnada Buxoro viloyatilik ishtirokchimiz o'z qo'shiqlarini hadya etadi. Marhamat. sahnasida turibsan mag'rur. Seni tan olmoqda jumlai olam. Bugun baxtiyor bir jonkor xalqing bag'ringda qo'naydi, shod bo'lib xurram. Allohning nazari tushgan bo'stonim, mehmon do'st o'zbegim.
O'zbekistonim. Endigi navbatni esa O'zbekiston Milliy universiteti jamoasiga beramiz. Vatan desam qo'shig'i Sirojiddin Said she'ri, Jamshid Qayyumov musiqasi, ijro etadi Said Hasanov. Bag'ringda Temurbek izlari qolgan, Ulug'bek bobomning so'zlari qolgan. Go'zalim, shirinim, asal qandimisan? Dunyoda tengi yo'q, Samarqandimisan? Vatan madhiya navbatni Samarqand viloyati jamoasiga beramiz. Samarqand davlat universiteti Vatan qo'shig'i Uyg'un Isomiddinov she'ri, Aziz Mo'minov musiqasi, ijro etadi Uyg'un Isomiddinov.
bor ekan, bor ekan, bizni doim yo'qlovchi aziz insonlarimiz bor. Yaqinlar e'tibori va mehr-muhabbati doimiy hamrohingiz bo'lsin deya vatan marhum qilishda davom etamiz. Navbatni esa navbatdagi jamoaga beramiz. Marhamat, ijodiy bellashuvlarni Toshkent davlat milliy raqs va xoreografiya oliy maktabi ishtirokchisi davom etishadi. O'z diyorimizdan Karim Mirzo she'ri, Inomjon Yusupov musiqasi ijro etadi Sulton Mahmud Mavlonov. Marhamat, kutib oling. Toshkent davlat milliy raqs va xoreografiya oliy maktabi ishtirokchilari. jamoasiga beramiz. Mening ozod yurtim qo'shig'i. Farhod Jumaboyev she'ri va musiqasi
ijro etadi Xudoyshukur Sadadinov. Marhamat, qarsangiz ostida ularni davramizga chorlaymiz. musiqasi ijro etadi. Zilola To'raboyeva, Kumush Qosimova, Umida Roziyeva. Marhamat. Mehr va sevishdan yaralgan ona. Senga shunday kunlar bo'lsin muborak. Quvonchga to'ladi bugun quchog'ing, hurlar to'ladi baxtiyor yurak. Oh,
Termiz davlat universiteti ishtirokchilari. Arkadan Abloh O'zbek ilm qo'shig'i. Xolid Musaddov she'ri, Usmon Yo'ldoshev musiqasi. Ijro etishadi Jayxun Faydu etnografik jamoasi. Marhamat.
siz vaqtim Çoğralıqda jırqa to'lib bayqab ko'zimiz boqsana Çoğralıqda jırqa to'lib bayqab ko'zimiz boqsana Demek aziz do'stlar, hayajonli fursatlar boshlanadi va biz taqdirlash marosimini ochiq deb e'lon qilamiz. Marhamat. Eng yaxshi ovoz sohibasi Zilola To'raboyeva. Qarshi keling azizlar. Eng yaxshi ijrochi E'zozxon Qobilova faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Eng faol ishtirokchi nominatsiyasi bo'yicha Artemis Jumaniyozov. Eng faol ishtirokchi nominatsiyasi bo'yicha Said Hasanov taqdirlanadi faxriy yorliq bilan. Qarshi keling o'g'illar. Ana endi yanada hayajonli fursatlar. Demak, taqdirlash marosimining eng hayajonli daqiqalari Toshkent viloyat pedagogika instituti Xudoshukr Sadatinov Guldiroz qarsaklaringiz. Faxriy yorliq hamda qimmatli sovg'alar bilan taqdirlanmoqdalar. Guliston davlat universiteti O'ktam Isoqov. Andijon davlat universiteti Komiljon Toshdemirov, Komiljon Hakimovlar. Qo'qon davlat pedagogika instituti E'zozxon Qobilova. Maxsus diplom va baho sovg'a. Endi 3-chi, 2-chi va 1-chi o'rinlarni e'lon qilish boshlandi. Hozir taqdim etilayotgan diplom demak O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining Yagonasan muqaddas vatan respublika ko'rik tanlovida Qo'qon davlat pedagogika instituti jamoasi Ozod yurtim nomli asari uchun 3-chi darajali diplom bilan taqdirlanadi. Olqishlaringiz. Demak, Yagonasan muqaddas vatan respublika ko'rik tanlovida Termiz davlat universiteti jamoasi
davlat milliy raqs va xoreografiya oliy maktabi jamoasi esa 2-darajali diplom bilan taqdirlandi. Namangan davlat universiteti 2-darajali diplom bilan taqdirlandi. Azizlar, qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab tursangiz. Yagona San Muqaddas Vatan Respublika ko'rik tanlovida O'zbekiston Milliy universiteti jamoasi Vatan desam nomli asari uchun 2-darajali diplom bilan ruxsatlaring bilan hozir birinchi o'rinni olgan jamoalarni e'lon qilishdan oldin mana shu tadbirni tashkil etishda juda ham faollik ko'rsatgan mas'ul bir xodimimiz bor. Ruxsatlaring bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi Yagona San Muqaddas Vatan ko'rik tanlovini eng yaxshi tashkilotchisi sifatida Baxtiyor Egamberdiyevni faxriy yorliq bilan azizlar, oxirgi g'oliblarimizni bu yerda hamma g'olib, hamma jamoalarga biz taqsim etishimiz kerak. Chiqishlari, ayniqsa konkursdan, tanlovdan tashqari chiqishlar tanlov jarayonidan ham yuqori bo'lganligini e'tirof etishimiz lozim azizlar. Haqiqatan ham jonli ijro, bu yerdagi har bir ishtirokchi o'zining san'atini qanchalik yuksak ekanligini namoyon qila olishi, demak, bu yerdagi jamoa va jamoa a'zolari to'g'ri tanlangani va mana shu jamoalarni shakllantirishda tashkilotchilar to'g'ri, demak, faoliyat olib borganligini namunasi deb aytish mumkin. To'g'ri, ayrim keyingi tanlovlarimizda kuchaytirish va o'sha yana ham rivojlantirish kerak bo'lgan joylari bor. Ularni biz o'z o'rnida hakamlar hay'atining tavsiyasi sifatida taqdim etamiz. Va juda ham jiddiy tortishuvlar bo'ldi azizlar bu yerda. Haqiqatan ham mana hammamiz ko'rib bu yerda hozir e'lon qilingan faxriy o'rin bo'ladimi, rag'batlantiruvchi yoki ma'lum bir darajadagi o'rin bo'ladimi? Bu hammasi demak real voqelikdan odilona holda baholangan demak va hakamlar hay'atini fikrlaridan kelib chiqqan holda taqsimlandi. Lekin kuchli, baribir kuchli. Shuning uchun ham birinchi o'rinni ikkita jamoaga berishga qaror qilindi. Ruxsatlaring bilan shu jamoalarni eshittiramiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi Yagona San Muqaddas Vatan Respublika ko'rik tanlovining oliy ta'lim muassasalari aro bosqichida Vatan nomli asari uchun Samarqand davlat hamkor tashkilotchimiz O'zbekiston kasb uyushmalari qo'mitasi markaziy kengashining
vakili Abdurashid aka Hurmatqulov sundilar. Bu kishi o'zlarining qimmatbaho sovg'alari bilan kelganlar. Mana shu kelgan sovg'alar, mana shu taqdim etilayotgan barcha esdalik sovg'alari ushbu tashkilot tomonidan taqdim etilmoqda. Shu tashkilotning sharafiga bir olqishlaringiz. Ruxsatlaring bilan keyingi diplom sohibini e'lon qilamiz. Haqiqatan ham o'zlarining chiqishlari bilan juda ham hammada juda yaxshi taassurot qoldirgan, jamoaviy chiqishlari bilan yaxshi taassurot qoldirgan jamoa ularni e'lon qiladigan bo'lsak, demak Yagonasan muqaddas vatan respublika ko'rik tanlovining oliy ta'lim muassasalari aro bosqichida muqaddas vatan nomli asari uchun Qoraqalpoq davlat davomli biroz qarsaklaringiz azizlar. Hagemat hayoti raisi Habibullo rahmatli so'zlari. Yagonasan muqaddas vatan ko'rik tanlovi laureati Malika Egamberdiyevani taklif etamiz. Marhamat. Canım benim, cennet mekanım benim.